Yaponiyaga borsangiz 7 ta narsani umuman qilmang. Choy chaqib bermaylar. Yaponiya restoranlarida xizmat haqqi allaqachon hisobga kiritilgan va mukammal deb hisoblanadi. Agar qo'shimcha pul qoldirsangiz, bu xodimga nisbatan hurmatsizlik sifatida qabul qilinishi mumkin va bu uni noqulay ahvolga soladi. Jamoat transportida telefonda gaplashmanglar. Yaponiya poyezdlarida, avtobuslarda va boshqa jamoat transportida to'liq sukut saqlash odat qilingan. Yurgan holda ovqat yemanglar. Ko'chalarda ovqatlanish yomon odob hisoblanadi. Ovqatlanish uchun bir oz to'xtash va keyin yo'lni davom ettirish tavsiya etiladi. Ko'chaga umuman axlat tashlamang. Yaponiyada axlat qutilari kam uchraydi, lekin ko'chalar har doim juda toza. Yaponlar axlatni bir necha soat olib yurishadi, toki axlat quti chiqqungacha. Jamoatda hissiyotga berilmaydi. Ommaviy joylarda o'pishish, quchoqlash va haddan tashqari axloqsizlik yaxshi ko'rilmaydi. Hatto yaqin insonlar bilan ham odob bilan gaplashish kerak. Oyoq kiyimida uylarga kirmang. Yapon uylarida, ibodatxonalar va ba'zi restoranlarda doimo oyoq kiyimlarini yechish talab qilinadi. Lift ichida jim bo'ling. Eshiklar yopilgan zahoti lift ichida to'liq sukunat hukm suradi. Hatto og'aynilar bir-biriga gapirmaslikka harakat qiladi. Yaponiya haqida fikr bildiring va videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying, chunki ma'lumotlar odatiy emas.